Xo'p. Alloh guvoh. Muhammad Ali ham biladi. Bitta boshqa akalar ham bilishadi. Men hech qaysi maktabga borib, birinchidan bunaqa muhitni ko'rmaganman. Ikkinchidan bunaqa ko'p aytib bermaganman. Hozir eng yaxshi talabalaringizni o'sha universitetga kirmoqchi bo'lgan va topshirmoqchi bo'lgan bittasini berdim, ya'ni 9 tasini mana shu yerda chaqirasiz. Hammasiga sovg'a qilaman. Ustoz hozir chaqirsa, keyin chaqirganiga pushaymon bo'lishadi bular. Chunki men loyiqliman degan narsa qoladi hammasi ko'rida. Bitta chiroyli imtihon qilasizlar, saralab o'sha eng zo'rlari imtihon aytsin. Hozir sanasangiz qolgan. Unaqasi kelmaydi. Juda kepol men anaqa bo'lsa ko'limga kelmadi deb qo'yadi o'zi. 19 tasini saning tushsin, chunki hozir bermasa, bunaqa narsa bor-da. Men ko'p holatda xafa bo'lmaydi. Nimadir kelsa intuitsiyamda. O'sha narsani bajarmasam, keyin 9 ta 10 ta emas, bittaga tushib qoladi. Ahamiyat bergansizlar, kimgadir pul berganda keladi, undan chiqarasizlar, qancha o'tishsanglar, o'sha $100 beradigan narsangiz $10 bo'lib qoladi. O'sha narsani men joyida urmasam, qimmat kelmaydi, faqat noto'g'ri tushmaydi. Bu meni talabim, ustoz talab emas. Xohlasangiz men o'zim tanlay olaman. Faqat bilmayman-da, qaysi bir qanaqaligini. O'shaning uchun zo'r 9 tasini chaqiring. Farqi yo'q. Bolalar tanlasin. Hozir cho'zilib ketadi biza. Ustozni oldiga borishimiz kerak. Tezroq bo'ladi, tezroq bo'ladi. Har bitta sinfda o'zi